Siz hokim qabuluna muammongizni hal qilish uchun bordingiz. Ertasi kuni esa o'z rasmingizni hokimlikning Telegram kanalida yo'rib qoldingiz. Rasm ostida shunday yozilgan: hokim fuqaroning murojaatlarini tinglab, amaliy yordam bermoqchi deb yozilgan. Lekin sizdan hech kim so'rama, rasmingizni e'lon qilishim mumkinmi deb so'ralmagan, ruxsat olinmagan. Shunda savol tug'iladi. Bu hokimlikning xatti-harakati qonuniymi? Siz hokim qabuluna borganingiz, rasmingizni ijtimoiy tarmoqlarda xohlagancha tarqatish mumkin degani emas. Chunki konstitutsiya bo'yicha har bir insonning shaxsiy hayoti daxlsiz va shaxsga doir ma'lumotlar himoya qilinadi deyilgan. Ayniqsa sizning murojaatingiz oilaviy, ijtimoiy yoki boshqa shaxsiy masala bilan bog'liq bo'lsa, bu yerda yanada ehtiyotkor bo'lish kerak. Davlat organi aholi bilan ishlayotganini jamoatchilikka ko'rsatishi mumkin. Lekin fuqaroning huquqlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin degani emas. Agar rasmingiz yoki sizga oid ma'lumotlar huquqiy asossiz tarqalgan deb hisoblasangiz, uni o'chirishni talab qilishingiz va belgilangan tartibda ularni ustidan shikoyat qilish huquqingiz bor. Eslab qoling, siz qabulga murojaatingizni hal qilish uchun bordingiz, PR uchun emas. Siz ham o'zingizning fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu harakatlar qonuniymi?